Men IELTSdan 8,5 olganman va hozirgi paytda Los Anjelesda yashayman. Ingliz tilini o'rganishni boshlagan paytimda juda ham ko'p учебный sentrlarga borganman va ishonasizlarmi yo'qmi, 1,5 yil ichida meni уровенim unaqa katta o'zgarmagan, ya'ni pre-intermediate bo'lib qolgan. Учебный sentrlarni tashlab ketganimdan keyin o'zim xatolarimni tushunib, bitta narsaga amin bo'lganmanki, ingliz tili o'rganish men o'ylaganchalik qiyin emasligini va undan keyin proses juda ham tez ketgan va ishonasizlarmi yo'qmi, 1 yil ichida ingliz tilim pre-intermediatedan уже upper advanced urovengacha chiqib ketgan. Men o'zimdan savol so'raganman, qanaqasiga 1,5 yil ichida ustozlar bilan bunaqa natijaga erisha olmagan bola 1 yil ichida bitta o'zi shu narsa natijalarga erishgandir. Chunki oldinlari men nima deb o'ylardim, ingliz tili juda ham qiyin fan, ko'p vaqt ketish kerak, grammatikani yoddan bilish kerak va ko'p ustozlar va учебный sentrlar imенно shunaqa xato qilishadi, bu tilni qiyin qilib ko'rsatishadi. No, aslida olganda unaqa emas. Talaba ingliz tilini o'rganayotgan paytida mazza qilib o'rganish kerak. Ya'ni kinolar ko'rib, o'zi mazza qilib praktika qilib so'z yodlayotganda bu narsa qiyin emasligini tushunib yetish kerak. No, lekin afsuski baribir bir xil insonlar o'rgatayotgan paytida yoki учебный sentrlar bu tilni qiyin qilib ko'rsatadi, beginnerdan elementaryga o'zi 3 oy ketadi deb aytishadi. Hamma joyda o'zi shunaqa, no, aslida olganda unaqa emas. Shuning uchun do'stlar, biz hozirgi paytda For Prep akademiyada ingliz tilidan darslarni kursini boshladik. Yaqin orada datasini aytamiz. Agarda siz ham bizning komandamizga qo'shilishni xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariyada plyus yozig'ini qoldiring. Biz sizlarga ingliz tilini shunaqa zo'r o'rgatamizki, o'zingiz mazza qilib qanaqa katta rezultatga erishganingizni bilmay qolasiz.